Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mirzolimiz kanali obunachilari, akalar, ukalar, dehqon akalar. Mana bugun 2026-yil 6-iyul haftaning dushanba kuni limonlarimizga ishlov berish jarayoni ketmoqda. Kimda limon teplisalari bo'lsa, mana shu ma'lumotni tezda jo'natib qo'yinglar. Juda qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi. Akalar, hozir limonga o'rgamchikanaga qarshi va plonka qurtlarga qarshi dori sepilib ishlov berilyapti. Bular asosan abamektin va mosplan dorilardan tayyorlangan. O'shalardan sepilyapti. Mana teplisamizda limonlar ko'rishlar mumkin. Holati o'ta zo'r. O'rgamchikana tushirib qo'ygan akalarimiz, dehqon akalarimiz, ukalarimiz mana shu ma'lumotni ko'rib shug'ullanishlari kerak. Ko'rib turganingizdek, hozir mana o'rgamchikanaga qarshi dori sepilyapti. Bu limonimizni kividan saqlash maqsadida qilinyapti va mos bilan plonka qurtlarga qarshi ishlov berilyapti. Limonlarimiz o'ta zo'r, juda chiroyli, bitta ham kivi yo'q. Kivi bo'lmagan taqdirda ham akalar, o'rgamchikanaga qarshi har doim, har 10 kunda yo haftada bir marta dorilarni berib, ishlov berib turish kerak. Bu kividan saqlaydi. Teplisamizni ko'rishlar mumkin mana. Buni teplisasi bor do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Mana shunday qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol Mirzolim o'z kanaliga obuna bo'lib ko'rishlar mumkin. Chorvachilikdan tashqari intensiv bog'lar va har xil turli ko'chatlar haqida ma'lumot ham berib boramiz. Limonlarimiz va akalar ishlov berish jarayonida ishlov berilyapti. O'rgamchikana va plonka qurtlarga qarshi. Bularga qo'shimcha yana vitaminlar ham qo'shib sepishlari mumkin. Mevani yiriklashtirib, tiniq holati kattalashtirib beradi va sotishda juda ham qulay, yaxshi narxlarga sotishlari mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Mirzolim o'z kanaliga obuna bo'linglar. Bunaqa qiziqarli ma'lumotlar joylashtirib boramiz kanalga va kuzatib boringlar bizda.